Matalkadagi yangi qurilgan uylardan bitta yaxshi uy chiqib qoldi do'stlar. 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli uylardan 3-qavatida 3 xonali uyni ko'rishga ekanmiz. Sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu kirish qismi chiroyli yaxshi eshiklar qo'yilgan va bu koridor va ro'parada birinchi sanuzel joylashgan. Umumiy sanuzel kafellar qilingan chiroyli holatda. Natujnoy patologlar polnya qilingan va birinchi xonasi mehmonxona. Chiroyli holatda romlari akfaga o'zgartirilgan. Bu yer yana uzun koridor, ko'rib turganingizdek va navbatdagi xonasi, kattalar yotoqxonasi. Chiroyli holatda podsvetkalar o'rnatilgan. Televizor ilish uchun alohida joy ham tashlab ketilgan. Bu yer oshxona. Oshxona jihozlari o'rnatilmagan, o'zingizga yoqqan oshxona jihozlarini o'rnatib olishingiz mumkin. Do'q kontur o'rnatilgan, uy to'liq, hamma xonalar istiqbol qilingan va balkonga chiqish joyi ham mavjud. Navbatdagi xonasi esa bolalar yotoqxonasi. Natujnoy patologlar, podsvetkalar qilingan. Romlar akfa. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Matalka hududi Davr saroyi yaqinida joylashgan 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli uylarning 3-qavatida 3 xonali umumiy 83 kvadrat metrga ega xonadon. Chiroyli remont holatidan chiqarilgan, egalari tomonidan $45,000 baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun hozirroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Refar siz izlayotgan uylar shu yerda.